Yo, assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan men, ya'ni Xironza. Siz mening YouTube kanalimdasiz. Ushbu videoda har bir inson, har bir odam ko'rishi shart bo'lgan top 3 ta anime haqida sizlarga aytib bermoqchiman. Bu hech qanday reyting emas, ya'ni qayerdadir reyting sifatida olmaganman yoki qayerdadir yozilmagan. Har bir inson ko'rishi shart bu animelarni deb. Bu shunchaki o'zimning shaxsiy fikrim va subyektiv fikrim. Ya'ni men fikrlashimcha ushbu animelarni har bir animega qiziqmaydigan odam ham, animeni doimiy ko'rib boradigan odamlar ham bu animelarni albatta ko'rishar deb o'ylayman. Shunday ekan, video boshlashdan oldin like bosib qo'ying, chunki bunaqa like bossangiz bu videoni ko'proq odamlar ko'radi. Mak. Ya'ni videoga like bossangiz videoni ko'proq odamlar ko'radi. Albatta kanalimizga obuna bo'ling, chunki keyingi anime haqidagi ko'proq sifatli kontentlarni ko'rish uchun obuna bo'lsangiz sizdan hech nima ketmaydi. Shunday ekan, videoni boshladik. 3-o'ringa men o'sha 2001-yilda chiqqan, ya'ni animelarning otasi hisoblangan Hayao Miyazakining o'sha mashhur Spirited Away, ya'ni ruhlar olami haqidagi animeni qo'ymoqchiman. Chihiro ismli yosh qiz ota-onasi bilan yangi joyga ko'chib ketayotgan paytida tasodifan ruhlar olamiga kirib qolishadi. Ota-onasi u yerdagi bitta narsani yeb qo'yadi va natijada cho'chqaga aylanib qolishadilar. Qiz ota-onasini qutqarish uchun ruhlar uchun ishlashga majbur bo'ladi. Turli ruhlar va sehrli mavjudotlar orasida yashashni o'rganadi. U yerda asta-sekin qo'rqoq boladan kuchli va mustaqil qizga aylanadi. Chihiro ota-onasini qayta inson qilish yo'lini izlaydi. Ruhlar dunyosidan chiqish uchun har xil sinovlardan o'tadi. Spirited Away sizga tez katta bo'lish, insoniylik va yosh bo'lsangiz ham harakat qilishni ko'rsatadigan animedir. Ushbu anime o'zi fantaziyaga asoslangan bo'lsa ham o'zingizga kerakli narsalarni olishingiz mumkin. Va men bu animeni 3-o'rin uchun eng ideal anime deb o'ylayman, chunki yosh bo'lgan qiz, yig'loq qizning birdaniga katta hayotga qadam qo'yishi, uning qanaqa boshdan og'ir sinovlardan o'tishi, ya'ni ota-onasi uchun qanaqa ishlar qilganini ushbu animeda ko'rishingiz mumkin. 2-o'ringa Asligned Voice, ya'ni ovoz shakli animesini qo'ymoqchiman. Nimaga? Hikoya Shoya nomli bola bilan boshlanadi. Maktablariga yangi qiz Shoko ismli qiz kelib qo'shiladi. U kar va gapira olmas edi. Avval hamma uni yaxshi qabul qiladi, lekin keyinchalik uning gapira olmasligi, yozib muloqot qilishi ba'zi odamlarga yoqmaydi va uning ustidan kulishni boshlashadi. Bola ham boshida uni qiynashga qo'shiladi, daftarlarini yirtadi, ustidan kuladi, uni sinfdoshlaridan ajratib qo'yadi. Vaqt o'tib, hamma bolaning o'zini ham yomon ko'rib qolishadi, chunki u haddan tashqari qizga yomonlik qiladi. Qiz bu maktabdan ketadi. Bolani esa hamma uni qizdan ham battar yomon ko'rishadi. Bola katta bo'lib qizni topib uzr so'rashga harakat qiladi. Ushbu anime sizga birovning ustidan kulmaslik, birovni yomonlamaslik, ya'ni o'zimizdan o'zbek tilida aytganda qaytar dunyo ko'rsatib beradi. Ya'ni birovni ustidan kulsangiz sizga ham xuddi shu narsa keladi va bu boshqa tomondan uzr so'rash kerakligini va shunga o'xshash insoniylik hislatlarini sizga ochib beradi. Va agar siz anime ko'rishni endi boshlamoqchi bo'lsangiz, bu ham eng zo'r variantlardan biri hisoblanadi. Birinchi o'ringa har bir odam, har bir inson ayni paytda, ya'ni urushlar bo'layotgan bir paytda ko'rishi shart bo'lgan, ya'ni Yaponiyada 2-jahon urushida aka singilning qanaqa qiyinchilikni, qanaqa hayotni kechirayotganini ko'rsatib bergan Yonar qo'ng'izlar qabr animesini qo'ymoqchiman. Dadasi urushga ketib vafot etadigan, onasi esa bomba natijasida vafot etadigan aka-singillar boshlanishiga xolalarini uylarida yashashadi. Lekin xolalari yaxshi muomala qilmagach, na ovqatsiz, na uysiz ko'chada yashashadi. Kuchli inqiroz davrida aka-singlisiga ovqat topishga urinadi, o'g'irlik qiladi, hattoki bitta ovqatni necha kunlab yeyishadi. Urush qanchalik yomonligini ko'rsatgan eng ideal anime deb hisoblayman. Yonar qo'ng'izlar qabri animesi men urushning qora tomonini ochib bergan eng ideal anime deb hisoblayman. Chunki ushbu animeda biz ko'rmagan qora tomonlarini zo'r ochib bergan. Va ushbu animening tugashi ham sizni yig'lata olishi aniq. Ko'rishni albatta tavsiya beraman. Shunday qilib, video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalimizga esa albatta obuna bo'lib qo'ying. Qaytgancha bu yuzim bilan chiqqan birinchi video bo'ldi. Shunday ekan, kamchiliklar yoki xatoliklar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. Siz bilan esa men, ya'ni Xironza bo'ldim. Keyingi videolargacha ko'rishguncha